Assalomu alaykum. O'sha ketdikmi? Ustoz yo'q bo'ldi-ku, ekranda yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joylik qarindoshlar. Hammanglarningki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Men Istanbuldan Abdulaziz Beshto'g'ra. Pidoylar ekranining urulashtirgan bu Qur'ondan nazar programmaninki 49-chi qismida sizlar bilan yuz ko'rishyapmiz, qadrli qarindoshlar. Bugungi programda İslam to'salg'imi degan bir temadan boshlaymiz. Bu 49-chi son programda. Ustoz Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joyidagi qarindoshlar, bugungi Qur'ondan nazar programmamizning 49-chi qismida ustoz Kerim Zoir bilan Islom to'salg'imi degan temada suhbat olib boramiz. Haydavallar yaxshi abdullah ustoz. Assalomu alaykum. Qanday ahvollar etishmoqdimi? Allohga shukr. Bu bizni birasi bizga to'saqlik bo'latamdi nima? Umba. Bu islom to'salg'imi desak, bu biz to'salg'u zodi islomda deb turib olgan o'xshaydi deb qo'rqib ketdim birodarlar. Qanday niyatimiz yo'qdi bo'lmasa. O'zlari ichib so'zlab turamlar shu masalani. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylariga hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Biz cho'ng o'g'li esa uning oldima nurg'ulg'an shundaq fikrlar bo'lgan ekan. Ya'ni islom shu bizniki ishlarimizga to'salg'i bo'lib keldi. Hozirgi ziyolilarimizmi islomniki Uyg'ur xalqiga yoki musulmonlarga, umumiy musulmonlarga bir to'salg'i bo'lib kelayotgan bir narsa ekanligi haqida bir xil ko'z qarashlari bor nurg'un ziyolilarniki. Ham buniki asosi bormi degan vaqtda asosi bor va yo'q deb qarashga bo'ldi endi. Chunki nima uchun degan vaqtda islom to'salg'imi degan vaqtda bu islomni to'salg'i bo'lgan islom bilan to'salg'i bo'lmagan insonlarni har ishga o'zi haydashchilik qilib, har ishni o'zi to'g'ri qilishga turtki bo'lgan islomni ayirib tushunish bilan ifodalandi bu narsa. Shuning uchun islom to'salg'imi degan vaqtda buni ikki turga bo'lib, islomni ikki turga ham yana birinchisi Alloh tushirgan islom, ya'ni haqiqiy islom, yana birisi an'anaviy islom. Degan shu ikki islomga bo'lgan vaqtda bu bizga to'salg'i bo'lgan islom qolsa ekan, aslidagi islom qanday islomki buning o'zini o'sha yerda arvoqil bo'ldi. Endi islom o'qishdan to'sidi. Nurg'un kishilar shunday qaraydi, masalan, o'qishdan to'sidi deydi. Ham shunday to'samdi degan vaqtda Qur'oni Karim, yana Qur'oni Karimga asosan haqiqiy islomning o'zi o'qishni birinchi asos qiladi. Yana Qur'oni Karimda birinchi tushgan oyatning o'zimi Alaq surasiniki shu 5 oyati o'qishniki qanchalik ahamiyatli ekanligini, hattoki islomni tonish, ya'ni Allohni tonish, payg'ambarni tanishdan burun o'qishniki muhimligi va har narsani o'qish orqali uniki haq yoki nohaq ekanligini, to'g'ri yoki xato ekanligini bilish orqali uningga ishonish va ishonmaslikni o'zi qaror berish lozimligi Qur'oni Karimda bayon qilindi. Shuning uchun Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda islom har narsani o'qishni, har qanday bilimni o'qishni va shu bilimni
o'zi insoniyatniki manfaati uchun ishlatishni hech bir zaman bilimde musulmon bo'lgan bir inson musulmon bo'lmagan bir insondan tuvan holatga qolib qolmasligini, hattoki musulmon bo'lgan insonlar boshqa insonlarga ilmda yetakchi bo'lishi lozimligini Qur'oni Karim bayon qildi. Hamda an'anaviy islomga kelgan vaqtda deganda, an'anaviy islom faqat Qur'on o'qishni, zikr tasbih aytishni, burunqi, ya'ni payg'ambarlarning zamonasida va payg'ambardan keyingi sahobalarning zamonasida bo'lganmish, qilganmish, mish degan shunday o'zi asosi yo'q rivoyatlarni o'qishni ilm deb qaraydi va shu ilmni o'qishning o'zini ilm o'qiganlik deb qaraydi ve o ilim orqali insonlar bebosh chiqolmay, masalan 20 yil, 30 yil, hatto 50 yil o'qigan insonmi bebosh chiqolmaganligini, nima buni bebosh chiqib bo'lmaydi deb so'rasa, bu ilmniki naydi bek chunqur bir ilm ekanligining o'zini. Uning uchun o insonlar boshqa chiqolmayotganligini insonlarga shunday o'zi ko'rsatib, u boshqa chiqib bo'lmaydigan bir narsa qilib qo'yganligini his qildirmay, boshqa chiqolmaydigan bek chunqur ilm ekanligini insonlarga his qildirish orqali va u rivoyatlarni o'qigan insonlarning o'zini chunqur bilimlik insonlar qilib ko'rsatish orqali insonlarni shu insonlarga, shu rivoyatchilarga, hikoyachilarga cho'qinishni asos qilgan bir din, ya'ni an'anaviy din, bundaq bir din. Endi bu Qur'on uniki tam aksicha hiç bir bilim, yani bir bilip başka çıkıl bulmaydigan, yani Kur'an'ın içindeki bilimlerinin özüne insanlar bilinmaydigan derecedeki bir biliminin yokluğunu, o insanlar onunla kallasını işletse, aklını işletseler onu bilalaydiganlığını ve onunki doğru hatalığının özüne his kılıp şu doğru doğrusuna doğru kösetken yolda insanlar mağalaydiganlığını Qur'oni Karim bayon qildi. Ya'ni bu nuqtani aytgan vaqtida an'anaviy islom bilan Qur'oni Karim ko'rsatgan islomniki o'zi bir-biriga tubdan qarama-qarshi deb qarashga bo'ldi. Ya'ni Qur'on bütün ilmlarni o'qishning o'zini insonlarga buyursa, bu an'anaviy din, an'anaviy islom yoki bo'lmaydi. Bundan 1400 yıl burunqi voqealikning o'zini hikoyalarni o'qish orqali insonlarni oxiga chekindirishga tashabbus qildiganligini buni bilib olib bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi insonlarga bilim sohasi to'sal bo'lgan narsa nima degan vaqtda, ya'ni haqiqiy islomdan iborat Qur'oni Karim bo'lmasdan an'anaviy islomdan iborat rivoyat dini, hikoya dinlari bu insonlarning bilim sohasiga to'sal bo'lgan narsa ekanligining o'zini mushadan bilib olsak bo'ldi. Endi Qur'on o'qishni deb an'anaviy dindan bu yerda Qur'on o'qishni boshqa narsalarni qilishni deb Qur'on o'qish degan to'g'riliq hamda ulardagi o'qish bilan va Qur'on ko'rsatgan o'qishni o'rtasida bir farq bormi yo'qmi? Bor. Qur'oni Karimda o'qish bir vosita. O'qish bilish uchun bir vosita faqatla. Qur'oni Karim bilishni maqsad qildi. Nimadan o'zida Alaq surasiniki 1-oyatdan 5-oyatgacha oraliqda Iqra bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insona min alaq, iqra va robbukal akramul-lazi allama bil qalam, allamal inson ma lam ya'lam degan mush oyatning o'zida so'zning beshi o'qish bilan boshlangan bo'lsa, oxirisi bilim bilan oxirlashadi. Ya'ni bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'qishning maqsad bilish ekanligini maqsad qiladi. Faqat o'qib qo'yish. Bizda bir so'zi bor bu taliblarning ichida savobi dars deydigan bir narsa bor. Savobi dars deganning o'zi shu darsxonada o'gidab o'ltirsalar bo'ldi, shu yerda shu mollam darsi tutgan vaqtda shu yerda o'gidab o'ltirsa, shuning o'zi savobi dars o'qigan bo'ldi, savob uchun o'qiydigan. U bilish maqsad qilinmaydi uningda. Faqat savob olaman degan maqsadda o'qildi. Ammo Qur'oni Karim bundaq bir insonlarniki savob ololmaydiganligini ham bayon qildi. Xuddi Qur'oni Karimning o'zida Yahudlar haqida bayon qilib,
bir qism insonlarniki nurg'un kitoblarning o'zini o'qiydiganligi, u insonlar uning o'zini hech bir tafakkur qilmay, hech ichidagi narsani bilmay turib o'qiganligi uchun u xuddi bir dumbisiga besh batman nemaning o'zini kitobni yuklab olgan eshakka o'xshaydiganligining o'zini Qur'oni Karim mana shunday bayon qildi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bir uy to'shqichi yoki bir kitobxona to'shqichi kitobni o'qiyapsimi, u odam u narsadan to'g'ri narsani bilib chiqolmasa, uni o'qiganlarning hammasi nolga teng degan gap. Uning uchun Qur'oni Karim hech bir zaman savobi dars degan bir narsani o'qishni buyurmaydi. Bir narsani o'qiydi ekan, uningdan zodi bir narsani bilib chiqishni va to'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato tarafining o'zini bilishni mushuning o'zini buyurdi. Uningdan keyin o'z to'g'risiga ergashish, xatosiga ergashmaslik buning o'ziga buyurdi. Shuning uchun bu o'qishdimi insonlar birinchi zamonasidagi ilmni o'qish kerak. Har inson o'zining zamonasidagi ilmni o'qish kerak, chunki ilm zamonga xos narsa. Hozirgi mushu zamonning o'zida biz yashayotgan zamonning o'zida bir qism ilmlar bo'lgan bo'lsa, buningda 20 yil keyingi zamonlarga kelgan vaqtda bu ilmlarning nurg'unlari bekor bo'lib ketdi misol. Chunki u zamonda kashf qilingan narsa ilm holatiga o'tdi. Hozirgi narsalar tamoman o'zi asta amaldan qilib, o zamonning taraqqiyotini oxirga qilib qolgan bo'ldi. Buning uchun ilmni Alloh taolo har zamondagi ilmlarning o'zini o'qish va insoniyatga manfaat yetkazishning o'zini Qur'oni Karimda buni maqsad qiladi. Endi an'anaviy dinchi degan vaqtda faqat shu boyi deganga o'xshash payg'ambarga va sahobalarga nisbat berilgan yolg'on yovdaq gumoni rivoyatlarni o'qishning o'zini asos qiladi va uni o'qish orqali u zamonga, ya'ni bundan 1400 yil burungi zamonga loyiq odam bo'lishga insonlarning o'zini tashabbus qildi. Shuning uchun bu dinda bu hikoyalarga ishongan insonlarniki jismi hozirgi zamonda yashayotgan bo'lsa-mu, lekin ruhi 1400 yil burungi ibtidoiy bir zamonda yashayotgan bo'lg'achqa, hozirgi zamonga moslasholmaydi. Hozirgi zamondagi taraqqiyotga moslasholmaydi, ilm fanga moslasholmaydi. Hozirgi zamonning o'zini shuning uchun yoqtirmaydigan bir holat bularniki e'tiqodida, bularniki xuy mijozlarda shunday narsa paydo bo'ldi. Qur'oni Karim bir narsani bilgandan keyin uning to'g'ri ekanligini bilgan aman uningga amal qilish va uningdan yaxshi natijaga erishishning o'zini buyurdi. Ya'ni Qur'onda Vel Asr surasida shu bayon qilindi, nurg'u yerda amanu va amilus solihat degan iboralar bayon qilindi. Bu maqsad nima degan vaqtda bir narsani bilib, uniki rost ekanligiga, to'g'ri ekanligiga ishongandan keyin uni amaliyotda o'zining amaliy ishi bilan ifodalashning o'zini va ifodalash orqali bir yaxshi natijalarga erishishning o'zini Qur'oni Karim buyurdi. Endi an'anaviy dinchi degan vaqtda an'anaviy din islomni quruq duoga aylantirib, o quruq duo qilib o'ltirishga, amaliy ish qilishdan kishilarning o'zini o amaliy har qancha ish qilsangmi, Xudoyim bermasa bekor degandek quruq o'zi narsalarni deyish orqali insonlarni amaliy harakat qilishga susuk qildigan o'rinliqqa, nadonliqqa yetaklaydigan so'z harakatlarni ko'p qildi. Mana shunday qilish orqali insonlarni tirishchanlikdan mahrum qilib, o'rinliqqa tashabbus qildi. Ya'ni insonlarniki bu dunyodagi nijotlikni emgak orqali o'zi qo'lga keltirishdan iborat bunday bir tirishchanlikni amaldan qoldirib, bu an'anaviy islom insonlarni o'rinliqqa, nadonlikqa, qashshoqlikqa o'zi tashabbus qilish orqali insonlarniki taraqqiyotiga to'salg'i bo'ldi misol. Hozir misol shu Yevropaga kelgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Shu vatanda yoki bo'lmaydi O'rta Osiyoda bo'lsin yoki shu ishqib Osiyo davlatlarida yashagan vaqtida kichkina bir pul tepib shuni jahondoshlik qilib kelgan insonlar
Maya kelgandan keyin shunchalik pulning o'zini hukumat mayada nima deymiz uni paravallik puli demdikmi? Shu paravallik pulni berib qo'ysa, ashiniga rozi bo'lib, uningdan keyin o'zi ishlamay, o'rinlik qilib, hukumatga tepini yetib oladigan bundaq holat, ya'ni shu islom mamlakatlaridan kelgan musulmonlarda mavjud. Ya'ni Uyg'urlarda nihoyat ko'p, biz uni ko'zimiz bilan ko'rgan. Bu Qur'on hech bir zaman o'zi saqt alomat turib, ishlamay, o'rinlik qilib yetib olishga bormaydi. İş qilib, halol emgak qilib, halol yeb ichishga boruydi. Ya'ni bizniki e'tiqodimizda burun singdirilib kelgan narsalarda bir odamni yanchug'idan uni pulisini elib olish yoki tag'iridan uniki ochliqlarini elib olish yo qo'tallarning qo'y kallarning o'zini o'g'lab ketishning o'zini kishini haqqini yeganlik deb qaraydi. Ammo u emas, kishini haqqini yeganlik, kishini haqqini yeyish deganning o'zi saq salomat turib, ishlamay, topini esib olib, o'zi shu hukumatning narsasini nohaq yeganlikning o'zimi, bumi o'zi bir harom yeganlikniki ifodasi aslida. U faqat ham o'zi ishlay olmaydigan yoki og'riqjon bir yerlarni qilib bundaq bo'lsa, bu har qanday shart ostida uni to'g'ri uniki ham yotqini deymiz endi. Chunki ishlay olmaydi. Amal yo'q uningga. Ammo amal bor turib, o adamning o'zi tiriktablik qilsa, uning o'zi xuddi o'g'irlab yegandek yoki tunguz go'shtini yegandek va harom yeganlik qatoriga kiradi. Ya'ni inson Alloh taolo bir narsaga tirishishga, halol emgak qilishga, kishining haqqini yemaslikka buyurdi. Bu kishining haqqini yemaslik, ya'ni boy deganga o'xshash, yanchiqni elib olish emas, o'ziniki imkoni turuqlig'in u imkonning o'zi imkoni doirasida ishlamay turib yeyishning o'zimi kishining haqqi bo'lib hisoblanadi. O halaqı üzemning haqqini yedim deb yeydiganda, o halaqı ben kishining haqqini yedim deb yemaydiganda. Bular maya kelgandaki buning fatvo chiqargan mollalar bor ekan. U qanday fatvo chiqardisa, bu Hristiyan, ya'ni kofirlar bo'lgandan keyin bularniki zot bir tal tukuni yulib olsaqmi bizga halol deydigan mandaq fatvoni chiqargan mandaq o'zi mollalar mavjud ekan. Bu qanday yerda o'qib qolgan mollalar endi. Demakki nima degan vaqtda bu an'anaviy islom insonlarni shu holatga opirdi degan gap endi. O vatandama chiqariqliq o fatvoni. Kadrlarning bir narsasini olsang, hukumat kishiganlarning bir narsasini olsang, halol deb shundoq qarilar o'g'ri kitiblik bu. Oxiri shundoq sat ko'rsatuvlik. Albatta, biz bu vaqtdan boti bu ishlar mesela Xitoynikini o'g'ilsak halol deb, keyin hukumatga ishlaganlarnikini olsaqmi halol deb, keyin imom maznikini olsak halol deb, hatto Sho'dijon, Dodijon hammanikini o'g'ilgan bo'lib, shundoq o'zi bo'lib ketgan ishlar bo'lgan. Bu o'zi Qur'oni Karim hech bir insonniki, ya'ni mayli qandoq dinga e'tiqod qilishdan qat'iy nazar, bir insonniki haqqiga, huquqiga tajovuz qilishning o'zini qattiq cheklaydi va o'zniki kuchi, o'zniki doirasi ichida haq huquqini qo'g'dash va haqqini ep yeyishning o'zini Qur'oni Karim buyuradi. Ya'ni bizniki shunda qashshoqqa, nodonlikqa buyurish orqali, nodonlikqa tashabbus qilish orqali bizni shu o'zi bizniki insoniyatniki orasida normal bir inson bo'lishga to'sqinlik bo'layotgan narsa nima degan vaqtda, ya'ni an'anaviy din, ya'ni rivoyat dinlari, ya'ni buning o'zi to'sqinlik bo'layotdi degan gap. Xurafiy din desizlar. Xurafiy din ya'ni. Qur'onsiz din. Yordam qilishdan Qur'oni Karim bir odamga yordam qilishda o adam kim bo'lishdan qat'iy nazar bir ehtiyoj egisi, ya'ni ehtiyojli bir odamli bo'lsa, unga yordam qilishga buyuradi. Ya'ni insonlik nuqtasida yordam qilishga buyuradi. Qur'oni Karim asosan bütün o'z mazmunini
birleştirgen vaqtida insonlarning o'zini haqiqiy bir inson bo'lishga boruydu. Bunun için insanlık noktasını, her bir insonga insonlik noktasını qarashga ve insanlık noktasını yardım qilishga boruydu. Hem de an'anaviy din desa, an'anaviy islom, ya'ni rivoyat dinlari dindar kishilarga yoki musulmon bo'lgan kishilarga yordam qilishning o'zini. Va o'tganda shu Ölemalar birliginiki ataqlıq bir adamının özü yezipti. Hazır şu İslamga teşebbüs kılmagan kişilerin İslamga nim kılmagan, haydaşçılık kılmagan yoki olmaydı. Aşağıda bir teşkilat olsa o vatan millet desimi o ondaq teşkilatga yordam qilishga bo'lmaydi deb aşağıda so'zlab o'ltirdi endi. Shundaymi? Biz onu o'tganki bir sonda, masalan, her davlatdagi tashkilotlar shu yerdagi insonlarniki yordamiga ehtiyojli, shu yerdagi insonlar o'ziniki xayriy ehsonlarning o'zining tashkilotlari berish orqali shu yerdagi jamiyatni taraqqiy qildirib, Uyg'ur xalqiniki her davlatdagi sifatini oshirishi va birlik barobarligini amalga oshirishga yordam qilish kerak degan mazmunda biroz gap qilgandik. Bunu aqıtlı agapni qilib, mandaq tashkilot olsa bo'lmaydi, andaq tashkilot olsa bo'lmaydi. Yani İslam, Müslüman devatkan, insan devatkan tashkilotga bas bo'lmaydi-ku u. Fakat İslam deydigan tashkilotga bas bo'ldi-ku, mayada hozir Falastinliklarga u yoq pul yig'digan ishlar shu Yevropaning har yerlarida bordi balkim. Bizniki shu Londonda aynib ketdi. Aşındaq yerlige berişke umraq özümüzdeki kelgan chaqda andakin o'zi o qo'l yanchiq yetmaydi. Mandaq bo'lib ketdik. Qur'oni Karim Allah berishga, yordam qilishga buyurgan oyatda 8 turlik ya bor deymi? Uningda bir musulmonga ba'dab chuqur musulmon bo'lish kerak deb bir talabi yo'q-ku Allohninki. Talabi yo'q, u yerda ehtiyojni nim qildi insonlarning ichidagi ehtiyojli insonlarga har turli ehtiyojni ashada 8 turga bo'lib nim qildi. Shundaq ehtiyojli insonlarga beriladi. Hamda o ehtiyojning ichida musulmon bo'lish kerak degan shart aslo mavjud emas. Ya'ni qandaq bir yerda ehtiyojli bir inson bo'lsa, u qaysi din, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar onunğa yardım qilish bir insonniki, yani pulsi bor insonniki insonlik majburiyati degan gap. Qur'oni Karim bir insonning o'zini musulmon qilish, ya'ni Qur'oni Karimda bir insonni Qur'on musulmon qilish degan so'z aslida haqiqiy inson qilish degan ma'noni bildiradi. Qur'on Qur'on insonlarni faqat inson bo'lishga, haqiqiy bir inson bo'lishga buyurdi. Shuning uchun bu yerda muomala qilgan vaqtida insonlik orasida muomala qilishni, insonlik nuqtasini muomala qilishni buyurdi degan gap. Qur'on barliq maxluqotlarniki barobarligini amalga oshirishga buyurdi. Ya'ni barliq maxluqotlar Allohning oldida Allah yaratgan maxluq o birisi yan birisini üstün, birisi yan birisini töven, ondaq bir iş mevcut emas. İnsanların içinden bir insan naiti bek üstün, bir insan naiti bek töven derecedeki bundaq insanlar asla mevcut emasliginin özüne fakat hürmet sazaver bolduğan insanlarını Allah Teala bayan kılıp inne ekremekum indallahi etqakum deydi. Yani sizlerin aranızda hürmet sazaver bolduğan insanlar hatalıktan saklangan insanlardır deydi de. Bu yerdeki nesli mi diye vaxtıda mı? Yani davamlıq doğru iş qılan, doğru gap qılan, doğru muamil qılan bundaq adamların özünü başka insanlar hürmet kılıdı diyen gap. Bunundaki məqsəd. Hem de ənənevi İslam diye vaxtıda ənənevi İslam beraberlikini yoqtuşni,
her özü tabiqi, her özü sinip paydo qilishning o'zini o'ttirib chiqardi. Masalan, mazhabga o'xshash, har xil o'zi ko'z qarash iqimlarga o'xshash narsalarning o'zini barpo qilish orqali musulmonlarni jumladan yoki dunyo insonlarini har xil o'zi nom ataqli bilan kofir, ma yahudi, ma nasara, ma musulmon deyish orqali uning farqli ko'z qarashlar bilan qarash va uning farqli muomala qilish va uning har xil dushmanlik nazar bilan qarashning o'zini o'ttirib chiqaradi. Bu o'zi insonlarniki insonlik nuqtasidan hamma insonga barobar muomala qilish prinsipiga to'sqinlik qiladigan bir to'saq. Hozirgi vaqtda. Aşağılıqı biz Müslüman bolğandan keyin la ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb şahadatni aytgandan keyin onundan keyin qopab dunyoda eng baxtli inson o'sha gapni qilmagan yoki shu musulmon bo'lmagan odamning shu halokatning ichida bu jahannamlik. Ashunda bo'lib ketgan. Qur'oni Karim haqni dalil isbot orqali isbotlashga boradi. Ya'ni bir narsaniki haq ekanligini, to'g'ri ekanligini unuga dalil keltirish orqali, ya'ni Qur'onda fa'tu burhanakum in kuntum sodiqin deydi. Agar o'zi meniki rost deydigan bo'lsa, u odam dalil isbot keltirish lozimligi haqida bayon qiladi. Her narsa ya'ni dalilga tayinish kerak, isbot tayinish kerak. Dalil isbotsiz bir narsani o'ttirib chiqarib, ma bu to'g'ri, ma o'zi meniki haq deyish, bu Qur'oni Karimniki tüp asosiga zid keladi. Onun uchun Alloh taolo hattoki o'ziniki bor va birlikka hech qanday dalil keltirmasin bo'ladi. Chunki Alloh butun koinotni yaratgan bo'lgan ekan. Ammo shu prinsipga amal qilganligi uchun Alloh taolo butun koinotni o'zining yaratganligini ve o kainat o'ziniki yana yaratquchiniki borliqqa bir dalil isbot ekanligining o'zini. Uniki o'zgarmas qonuniyati o Allohniki birliginiki dalil isbot ekanligini Qur'oni Karimda bayon qiladi. Ya'ni demakki bu yerda nima degan vaqtda har inson mening gapim rost desa, uningga dalil isbot keltirish lozim degan gap. Ya'ni Qur'ondagi har bir narsa delil isbotning ustiga qurilgan degan ma'noni bildirdi. Ama an'anaviy din desa, an'anaviy din tamamen gumonning ustiga qurilgan narsa. Bütün rivoyatlar hammasi gumoniy narsalar. Misol, bir talmi o'zi 100%lik bir tal o'zi rivoyat mavjud emas. Ya'ni shu 9 sahih kitob deymiz, undan boshqa nurg'ulg'an o'zi rivoyat kitoblari va nurg'ulg'an shu aqida kitoblari va shu narsalarniki Qur'onga asoslanmagan taraflarning hammasi nima degan vaqtda hammasi faqatli gumonga asoslangan gumoniy narsalar. Gumon hech bir zaman haqni isbotlashga yetarli bo'lmaydi. Ya'ni haqni isbotlashga dalil bo'lmaydi gumoniy narsalar. Onun uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda gumon haqni isbotlashga yetarli bo'lmaydi deb nurg'u yerda bayon qildi. Qur'oni Karim ama yuqorqisida ya'ni an'anaviy islomdan iborat rivoyat dinlari haqiqiy islomni tunishga to'salg'i bo'lgan birdan bir o'zi to'saq degan gap hamdi. Ya'ni nurg'u yerda payg'ambar alayhissalomga, Allohga shunda qilingan haqoratlar mavjud. Ammo shu haqoratlarning hammasi nima degan vaqtda butunlay asossiz bo'lgan gumoniy narsalar orqali o tuhmatning o'zini ashunda paydo qilmoqlik. Qur'oni Karim her millatning madaniyati, örf odatlarining o'zini islomning ramkasi ichida ep mengish, taraq qildirishning o'zini to'smaydi.
Her qandaq bir millat özüneki medeniyeti, örf adetlari, näs kereklerining özüni islom ko'rsatma ichida davomlashtirish va uni taraqqiy qildirishga islom hech bir zaman to'salg'i bo'lmaydi. To'smaydi uning o'zini. Endi an'anaviy islomchi degan vaqtda an'anaviy islom bir millatning madaniyatiga tashabbus qiladi. Ya'ni arabning madaniyatini qabul qilsa, u islomni qabul qilganlik, arabning urf odatini qabul qilsa, u islomni qabul qilganlik deb shundaq o'zi boshqa millatlarniki madaniyatiga to'sqinlik qiladigan, boshqa millatlarniki madaniyatini taraqqiy qildirishga to'sqinlik qiladigan yoki bo'lmaydi, u madaniyatga haqorat keltiradigan ishlarning o'zini qildi. Masalan, bizda özümüzdeki çıraylık ayallarımız, kiydiğen özü atlas köyneklerimiz, çalgı asbaplarımız ve her xil tamaklarımız mevcut. Uygur buluş süftimiz bilen Uygur medeniyetiga tabi nurgun neslerimiz var. Bu neslerin özüne, bu medeniyetimizni, bu an'anaviy dindikiler nimelaydi degan vaqtida şu Arapning kiyimini kiyse, Arapning urf odati kirsa, Arapniki o'zi madaniyatni qabul qilsa, u islomga kirgan bo'ladi deb tunishtirish orqali arabchilikni tashabbus qildi. Bu orqali nima natijaga yetadi degan vaqtda, bu orqali yetadigan natijasi millatniki milliy ruhini o'ltirish va milliy madaniyatiga bo'lgan o'zi qizg'inligini suslashtirishga tashabbus qildi. Bu tegirni aytgan vaqtda Xitoylar bilan o'xshash bir saptiki Uyg'urlarniki madaniyat dushmanlari deb qaraldi bu odamlar. Chunki Uyg'urlarniki madaniyatini yo'qotish Xitoy bilan o'xshash bir sapda qaraldi bu odamniki nemisda. Bu odamning qarashimi muhim kelgan chog'da yo'qolib ketdi. Bu ustozning hozir degan gapida Xitoy bilan o'xshash emas, men manda qarayman, hatto Xitoydanmi xatarlik. Buchu avtomatik holda o'zicha mingsini arabtlashtirib, arabning odatini ibodat qilib olishning o'zi bu baxatarlik. Xitoy 70 yilning yanqisi bizni osmonlar to'g'ri, shu deganimni bek nersiz o'tkazib o'tmay dedim menma. Hali u Xitoyni biz davomli dushmanimiz deb bilamiz. Ammo oramizdan chiqqan Uyg'urning terisiga o'rnab olgan Xitoy yoki bo'lmaydi Xitoy qator yoki bo'lmaydi Uyg'urning dushmani bu hisoblanadigan bu insonlarniki xatiri Xitoydan natijasi eg'ir bizga. Nima uchun degan vaqtda? Chunki bizning insonlarimiz ularniki nurg'unlarning o'zini olim deb hisoblaydi. Nurg'unlarning o'zini yaxshi ishga bizni yetaklaydi deb qaraydi va nurg'unlarni bizning nijotchilarimiz, ya'ni biz nijotga erishtirgan insonlar deb qaraydi. Ammo bu insonlar cho degan vaqtda hech bir zaman o'zi millatimizga yaxshilik keltirganning o'rniga boshqa millatlarniki nas keraklarni bozorga solish orqali o'z millatimizniki milliy madaniyatini yo'q qilishga va uni o'zi haqoratlashga, uni ahamiyat bermaslikka tashabbus qildi. Bu milliy madaniyatni yo'qotish, milliy kimlik va milliy ruhni o'ltirishniki birinchi asosi hisoblanadi. Shuning uchun o'zi bu yerda agar bizning bolalarimiz dutta tambur chalingan bir sozni anglashni yaxshi ko'rmasa, atlas ko'ynakni yaxshi ko'rmasa, lag'man poloni yaxshi ko'rmasa, bu vaqtda biz u bolalarimizni tamoman uttirib qo'ydik degan gap. Bizning bolalarimiz davomli o'yib kelgandan keyin lag'ma yeytim, polo yeytim yoki cho'chir ichdim desa, yoki bo'lmaydi bu yer menga jalma atlas ko'ylak kiyib olay, men do'ppini kiyib olay desa, bu yer menga vaqtda unda o'zimizniki naqshi musiqalarni qo'yib mangsa, bu bolalarimizda milliy ruhniki yetilayotganligini isboti hisoblanadi. Agar buningdan to'sib, sen uni anglasang bo'lmaydi, u haram, bu haram deb o'tirib, uning o'zini bolalarimizni jiroqlashtirgan vaqtda u bolalar uningdan o'ziniki millatiga ahamiyat bermaydigan,
milliy ruhi ülük. Yani bundaq bir insan bo'lib yetishidi. Shu vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda u millatga hech qanday foyda kelish oyoqda qolsin. Vaqt kelsa millatni sotadigan insonlar bo'lishdan yanmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda an'anaviy islom arab bo'lishga, arabning madaniyatiga tashabbus qilsa, haqiqiy islom har millatniki o'z milliy kimligi bilan yashashga va milliy madaniyati bilan yashashga tashabbus qiladi. Buyuruydu yani. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de osmon, zemin Allah Teala'nınki bar ve birlikki bo'lgan bir delil bo'lgan bo'lsa, her bir millet ve milletlik tili rengimi Allah Teala'nınki bar ve birlikki bo'lgan bir delil ekanligini Kur'an-ı Kerim'de bayan kıldı. Ve min ayatihi halqus semavati vel arz ve ihtilafu elvanikum ve alsinatikum degan oyatning o'zi mana shuning delili. Doğru. Yani bizniki milli ruhimizniki kuchayishiga to'sqinlik bo'layotgan milli o'zi milli kimligimizni o'rganishga nima to'sqinlik bo'layotgan birdan bir narsa nima degan vaqtida bizniki hozirgi vaqtda yani an'anaviy islom, yani rivoyat dinlari bu o'zi bizga to'sqinlik bo'ldi. To'sqinlik bo'lib kelyapti. Ama haqiqiy islomchi, Qur'oni Karimdagi islomchi degan vaqtda her millet o'z milliy kimligi, milliy ruhi bilan yashashning o'zini islom ramkasi ichida yashashning o'zini bu Qur'oni Karim buyuruydi, ham shundoq yashashning o'zini tashabbus qiladi. Endi şu tamam. Bununla to'salg'usi ashu ekan. O to'salg'ini qandoq bosib o'tish kerak, qandoq atlash kerak? Hozir hammani bu bir qurdim qilgandan keyin hozir dedik endi haqiqiy islom andoq, an'anaviy islom mandoq degandan keyin ham haqiqiy islom qaytgan vaqtida insonlar her narsa qaytib keladi. Yani insonlik g'ururi, insonlik o'zi milliy ruhi ve örf odat hamma narsa o islomda uyg'un bo'lmagan bir yer bo'lmaydi. Uygun bo'lmagan yeri olsa, onu uyg'unlashtirishga tamamen mümkün bo'ladi. Çünkü biz o'tganki darslerde dedik. Şu bizniki ming uy degan uylar var. Mesela Qizilniki ming uyi, Kuchada 80 uy degan uylar var. Ben borgan bu uyga. Şu uylarda mesela 4-5 asrdan boshlab yasalgan uylar. En ahirisi 8-9 asrgacha yasalganki şu öyleninki içindeki tam suretlerinin özü qarsak, şu 4. 5. 6. asırda sızılgan suret, ayallarındaki kiyimi, başta meydisi keng, aşındak özü köynekini kiyip, yeni yok, aşındak aletdi ki, kaltiyan deyimiz hem de aşındak köynekini kiyip, 5 uç yok, aşındak usul oynavatkan, aşındak yerler, bağış şu suretlerinin özü. Hem de bizning ota-bobamiz islomni qabul qilgandan keyin degan vaqtda shu kiyimniki yoqitni kichiltib, o kiyimning materialini qora kiyimga aylantirib olmasdan, shu atlas kiyim bo'yicha yoki Uyg'urning shu an'anaviy kiyib kelgan kiyimi bo'yicha ashniki yaqinlarini kichiltib, uning o'zini normal bir kiyimga aylantirib davomlashtirib kelgan. Demak, nima degan vaqtda bu yerda biz illaki shu o'zi arabniki diniga, arabniki nima, urf-odatlari kirmagan qadar Arab kelgan narsani kelmagan qadar biz o'z islomni qabul qilmagan bo'lamiz degan bundaq bir prinsip kirib olishimiz nihoyatda o'zi haqiqiy islom bo'lgan Qur'oni Karimniki butun mazmunlarga zid qarshi keladigan bir narsa degan gap. Uning uchun bu yerda hozir shu yuqorqi to'salg'ularning hammasi hozir so'zlab kelyapmiz. To'salg'ularniki oldimizdan elinishi Qur'oni Karimga qaytish orqali elinadi, yo'q qilinadi. Ama o to'salg'ularni agar biz olmaymiz desak, shu an'anaviy dinga ketilaversak, hech bir zaman biz o'zimizniki Uyg'urligini namoyon qilolmaydigan, madaniyatimizni namoyon qilolmaydigan, ya'ni shu to'saqning ichida ketib qolamiz. Ya'ni bizniki yig'ib aytgan vaqtida bizning oldimizda to'saqni paydo qilgan narsa an'anaviy din. Uni ep tashlaydigan, bosib tashlaydigan narsa nima desa, haqiqiy islom dinidan iborat Qur'oni Karim degan.
Tamam, lekin biz bu gapni qilgan bilan bular nima deydi desalar, Qur'onga ham ergashsang, o hidoyat topolmaysan yoki bo'lmasa ezib ketsa deydigan bir gapni chiqadi bularchi. Hatta Ya. Qur'on yetmaydi. Qur'onni tarjima qilgan odamlar 30 yil sarf qilibchi, odam shu gapni qilyotidi. Buning qanday nima deylar? Hem şu Kur'an 30 yıl nim qilib vaqt chiqarib aşındaq öz Kur'an tercim qilib bo'lib, uningdan aş gapni qilgan bo'lsa, bu odamni faqat Qur'onni uqmay tercim qilgan odam degan gap. Qur'onda o odamni yetaklayolmag'dak darajadagi nima voqe, qayerni, masalan, shu odamga qandaq bir sohada yo'l ko'rsatanmabdi misol. Agar shu bir sohada men mush sohada men menga yo'l ko'rsatmadi desa, Qur'oni Karimning o'zini. Demakki o odam shu sohadagi Qur'oni Karimning oyatining o'zini tushunmadi, bilolmadi degan gap. U yerdagi o odam yo'l ko'rsatmay qolgan narsa Qur'on emas, o odam o'zi Qur'onning ichidagi shu yo'lni topolmagan odam degan gap. Agar o'zi rivoyat bo'lmasa, bu Qur'oni Karim tushungil bo'lmagan ish bo'lsa, Abu Bakr Umarning zamonasidami hech bir rivoyat tanilmay turib shu Qur'onning o'zini asos qilib menibdi. Shu vaqtning o'zida yo'lni tep menibdi ekan-ku. Payg'ambar alayhisalom aniqqa maishni mandaq qilganda to'xtabdi. U payg'ambar alayhisalom zamonasida jamiyat mandaqdi, yoki davlatning territoriyasi mayagchilikdi. Umarning zamonasida bo'lgan gaplar. Hozir bu davlat mayag yetdi. Buni mandaq o'zgartib o'zimizniki nemasiga mandaq tatbiq qilishimiz lozim. Qur'oni Karim buni mandaq yo'l qo'ydi deyishlik. Demak, nima degan vaqtda Qur'oni Karimniki shu sohadagi prinsipini biz bila olsak, shu prinsip asosida qonun programmani tuzab, o'zimizning yo'llarini o'zini to'g'ri ep ma'nolaymiz degan gap. Agar uni bilmagan vaqtda degan vaqtda nurg'un odamlar bor ya'ni. Bütün aşo hozir deyotgan odamlarmi bütün ilm Qur'onning ichida Qur'oni Karim qonun deb ashunda bir qism yerni ashunda tunib olgandan keyin anda qarasa onu dekin o'z deb qo'ygan o qonun deb bir ishtiqa ma jinoyatniki qonun jihatdagi narsa nimaga deb Qur'on qarasa uni topolmagandan keyin keyin ishkilinib ashab turgan gap. Uning uchun bu yerda nima degan vaqtda bizning deb qilayotganimiz Qur'oni Karim qonun chiqarish sohasiga qo'ydigan prinsipni belgilagan bir kitob. Yani iqtisodga qandaq o'zi prinsiplar belgilangan, misol siyosat qandaq prinsiplar belgilangan, jinoiy ishlar qandaq prinsiplar belgilangan, shahvoniy ishlar qandaq prinsiplar belgilangan, axloq qandaq prinsiplar belgilangan. Bu belgilangan prinsipni bilish kerak insonlar. Bilgandan keyin shu prinsip asosida qonun chiqarilgan gap. Shu vaqtda o davlatniki har qandaq jiq qonun chiqasimi shu prinsipdan chetmagan asosli prinsip nima qonun chiqargandan keyin u hamma narsaga yetarlik bir narsa o'tirg'i chiqadi degan gap. O mishadaligi Qur'on nima hikmatni deb oyatlarda deydi emasmi? Bular Qur'onni bilib, hikmatni o'tib qiladilar-chi. Hikmat Qur'ondan qanday hukm chiqarish, qanday foydalanish, qaysi oyatlardan qaysi oyatdan biriga kelgandan keyin undan qanday hukm chiqadi. Albatta. Qur'onning o'zininki shunday bir hukm chiqarish usullarini, to'g'rilik metodlarini o'rganmagan-da. Ularniki mana o'yda bor bu kitob. Mana qoldi. Aslida shu yo'g'an ish kitob ham buniki xitini hisob qilgan vaqtda har birisi Qur'onchilik 10 parcha chiqib desam bo'ldi. Qur'onda 20 parcha kitob o'qiydi degan gap bir Qur'onni tushunish uchun. Bu usul Qur'on deydi uni. Usul tafsir deydi. Qur'onni tushunish usuli, metodi. Ashni bilish uchun Qur'onchilik 20 parcha yoki eng azoz 10 parcha deyli. Ashundaq kitob o'qiydigan gapda, u kitobni o'qigandan keyin o inson hech bir zaman Qur'oni Karimning ichidagi narsalarning o'zini tushunish imkoniga ega bo'lmaydi. Chunki u shu insonni kichik bolaning o'zini piqirtib qo'yversak, bolaning o'zi yo'l mang'amay oyoq dastlab yiqilib tushadi-ku. Xuddi shuningga o'xshash shu. O hamma u mashinaning o'zini kallasiga shu nim qilavergandan keyin u odam andan keyin nima deyishni bilmaydigan holatga tushib qolgan gap.
Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda u mazhab, e'tiqodiy mazhab deymiz, ahkam mazhablar deymiz. Shu narsalarning hammamizni kallasiga solib turib, birinchi uni Qur'onning o'zini uning bo'ysundirma degan vaqtning o'zida hech bir zaman Qur'ondan bir hukm chiqarish salohiyatiga ega bo'lolmaydi. Qur'ondagi o'ziniki shunday hukm chiqarish, har sohaga hukm chiqarish metodini bilgan vaqtida u odam hech qanday bir dunyoda bir mutlaq bir narsa mavjud bo'lmaydi. Hamma narsani ustida qarab, lekin bu nimaga tushir ekan? Sinfga Qur'ondagi sinfga tushir ekan. Buni Alloh taolo mandaq deganda darhol lekin o'z odam uningga bir narsa deya oladi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom zamonida aroq bor ekan, hozirgi zamondagi narkotik deymiz, avtomaga o'xshash, nashqa o'xshash, undaq bir narsalar mavjud emas ekan misol. Puraydigan, purisi mast qiladigan har xil undaq narsalar bor hozirgi vaqtda. Badanga sugaydigan degan har turli narsalar bor. Bu narsalar endi qanday bo'ldi degan vaqtda ashning o'ziga misol hukm chiqaramaydi nurg'un insonlar. Xamir deganni haroq deb tarjima qilgan ekan, shuni u gap tugaydigan gap. O xamir deganni bir o'zi umumiy bir atalg'u. Ya'ni insonni aqlni qalaymuqallashtirgan bir narsa degan ma'noni bildirdi. U kategoriyaga tushgan har qanday narsa xamir kategoriyasiga tushadi. Uniki hukmi nejis bo'ladi. Uni qilishdan Alloh taolo to'sqan, cheklagan narsa hisoblanadigan gap. U yerda uniki umumiy narsani bilgandan keyin insonga hech qanday bir narsa undaqa qiyin to'xtamaydi. Ya'ni Qur'oni Karim her millatga tajovuz qilgan dushmanni dushman tutishga buyuradi. Ya'ni biz o'zimiz misol olsak, bizga tajovuz qilgan dushman Xitoy. Biz Xitoyni dushman tutishimiz bizga Qur'oni Karimdagi buyruq bo'yicha bu o'zi nihoyat to'g'ri bo'ldi. An'anaviy din degan vaqtda an'anaviy islom Arabning dushmanini dushman tutishga buyuradi. Yani bütün özü Uygurlarning ichidagi mollalarning nurg'un ko'p qismi Arabning dushmanini dushman tutadi. Onun uchun Yahud Nasaralarga o'chlik qildi misol. Ammo Xitoy o kadar o'chlik qilmaydi. Hattoki bizniki mollalarning og'zidan chiqqanlari bor. Qur'onda Xitoy degan ibora yo'q deb. Xitoy degan ibora yo'q. U yerda Makka nima Yahud Nasara mushrik degan ibora bor. Mana mo'shuningga asosan o'zi bizning eng birinchi dushmanimiz Yahud Nasaralar degan mundaq o'zi so'zlarni qildigan nurg'un mollalar bor. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda sana tajovuz qilgan bo'lsa, u sening dushmaning bo'ldi. Sana tajovuz qilmasa, u sening dushmaning bo'lmaydi. Faqat hozirgi vaqtda masalan Falastindagi voqealarni aytgan vaqtda u bizniki dushmanimiz emas, ammo u yerda bir zulm bo'lardi. O zulmga qarshi, masalan, nohaq insonlar nohaq o'ltirilayotgan bundaq bir voqealiklar bor. Bu nohaq o'ltirilish bir zulm. Bu zulmning o'zini zulm deb tunish va buning o'zini ayiblash va zulm to'xtatishga o'zi kuch chiqarish bu bizniki vazifamiz. Ammo u Isroil kelib bizniki vatanimizga hujum qilmagandan keyin Isroilni biz dushman deya olmaymiz. Dushman deyish o Qur'ondagi prinsipga to'g'ri kelmaydi. Bizning dushmanimiz kim degan vaqtda bizga hujum qilgan Xitoy. Yani her millatga shu millatga hujum qilgan dushman uniki dushmani bo'lib ataladi. Uning hujum qilmagan bir insonlarning o'zini diniy sabab bilan, e'tiqodiy sabab bilan uning o'zini dushman tutish, u o'zi Qur'oni Karimdagi dushman tutish prinsipiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni buni aytgan vaqtida Qur'oni Karim dushmanni qanday tunishni nihoyat yaxshi o'rgatadi, ammo an'anaviy din degan vaqtda an'anaviy din o'zimizning dushmanni tunishdan o'zimizning dushmanni tunishga to'salg'i bo'ladi. Yani faqat Arabning dushmanlarini dushman deyishimiz kerak. O'zimizning dushmanlar kelgan chaqda ko'zni yumib turadigan gap. Yani buning o'zini Alloh taolo bundaq e'tiqodni, bundaq faoliyatning o'zini Alloh taolo cheklaydi misol. Yani sizlar tajovuz qilmagan odamga sizlarni tajovuz qilsangiz bo'lmaydi deydi Qur'oni Karim. Mush mazmunda bizga hozir qadar singdirilib kelgan tushuncha Payg'ambar alayhisolamning hadislardan sharqdagi bir musulmonni futuhat ekan kirsa, g'arbdagi bir musulmon uni
his qilishi, hissiyotlik qilishi. Endi sizlar bir butun vujudga o'xshaysizlar. Badanning bir yeri og'irsa, ham yeri og'irgan o'xshash og'riysizlar deyishi. Lekin qo'shnisi och yotsa, to'q yotgan bizdan emas degan o'xshash mazmunlarni vujuddan yugurib ekilib, shu bayatda sizlar aytgan arablar masalan Qur'onning hukmi bo'yicha o'ziga tushgan dushmanni mushu bizning dushmanimiz desa, arablarga nisbatan shu tushunadigan dushmanni Qur'onning dushmani, Qur'on bizga tushunadigan dushman mushu deb mana o'zbit ekillikda asli avatga arabning ziminiga hujum qilgan yoki arabga dushmanlik qilganlar arabning dushmani bo'lgan bo'lsa, bizga dushmanlik qilganlar bizning dushmanimiz bo'lishi mantiq jihatdan to'g'ri edi. Lekin mushuni topolmadimda, mushuni topolmaslikni yo'llash orqali buni bu yangi qaramaydi. Ammo bu ummat tushunchasi bilan boshqalarga istash tushunchasini bayatnaqadek hadislarning mazmunlari bilan yug'urib kelib bizga singdirib keldi endi. Buning bir bu yerdagi narsa nima degan vaqtida bu alqi biz hammamiz bir vujudga o'xshash deganning o'zi butun musulmonlar bir vujudga o'xshash degan ma'no chiqmaydi bu yerda. Butun insoniyat bir vujudga o'xshash. Butun insoniyat mayli qaysi din, qaysi mazhabga e'tiqod qilishdan qat'iy nazar, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, butun insoniyat nuqtasidan bir vujudga o'xshash. Qandaq bir insonga zulm qilinsa, u qaysi din, qaysi mazhab, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, uning zulm qilingan bo'lsa, u zulmni zulm deb tunish, yani bir insonniki majburiyat degan gap. Masalan, Xitoy hozir bizga zulm qilyapti, u zulmni g'arb dunyosi tunyapti. Hem şunçilik zulüm karşı turgan musulmonlar degan vaqtida uni tunmayapti-ku. Bu nimani bildirib degan vaqtida asli haqiqiy o'zi Qur'oni Karim tasvirlayotgan bu zulmning o'zini haqiqiy tunayolmaganligini isboti yoki bo'lmaydi o'zining manfaatiga asosan hem de o yerdeki Şərqdə birisinin putuğa tikən bolsa, Qərbdəki birisininki yürgü ağrış gerek degan sözünün özümü əlbəttə to'g'ri. Nima uchun degan vaqtda Şərqdə bir inson zulmga uchragan vaqtda Qərbdəki bir insonning o'zi aş insonniki zulmga uchraganlikqa ko'nglida zodi qanday aş zulmga kichkina aş odamga yordam qila olama degan bir o'yda bo'la olsa, u odam insonlikdan nasibasini olgan odam bo'ldi degan gap. O mayli qandaq din, qaysi mazhabda bo'lishni qat'iy nazar, qaysi millat bo'lishni qat'iy nazar. O faqat musulmon bo'lsa ichi og'ritadigan, boshqa odam bo'lsa uni gajisiga paqqa puturib etib, gajisi dastlab paqqa puturib etib ketadigan bunda qoida yo'q Qur'oni Karimda. Qur'oni Karim her milletniki öz narsalarını kıymetini bilişini buyurdu. Yani Kur'an-ı Kerim'de sizlerge zeminde şundaq narsalar yaratıp verdim onu aşındaq özü nayeti yaxşı işiltin andaq degan to'g'riliq nurg'ulgan ayet var. Bir tal emas, neçe onluğan yerde var bundaq ayetler. Bu nimani bildirdiyse her bir millet yoki her bir inson o'ziniki qo'ldagi narsaning qadr qimmatini qilish, uni o'zi qadrlashning o'zini bildirdi. Yani bizniki vatanimiz kelgan vaqtda Uyg'urlar o'zimizning vatanimizni qadrlash, o'zimizning vatanning o'zini o'zi to'pqondirmaslik, bundaq o'zi yaxshi ko'rish, bundaq narsalarni Qur'oni Karim buyurdi. Hamda an'anaviy din degan vaqtda an'anaviy din faqat Arabning tuproqlarini, Arabning urf-odatlarini, Arabning yemak-ichmaklarining o'zini muqaddas bilishning o'zini, arab tili, Arabni hattoki muqaddas bilishning o'zini tashabbus qildi. Bu o'zimizniki milliy mavjudligini amalga oshirishga va milliy mavjudligimiz uchun kurash qilishga to'saqlik bo'layotgan eng cho'ng o'zi dushman deb qarasak bo'ladi, bu o'zi an'anaviy dinning o'zini. Yani Kur'an aslında bizni öz medeniyetimiz, öz örf-odatimiz, öz vatanimiz ve vatanimizdeki tağ taşlarımızın özünü yaxshi o'zi muhofaza qilish
Allah ko'rsatgan to'g'ri yo'l bo'yicha to'g'ri o'zi uni ishlatishga Alloh taolo buyurdi. Ammo bizga aslakcha degan vaqtda bu halqi an'anaviy dinda bu narsalarni tamoman yo'qqa chiqarib, arablarniki narsalarni ulug'lash, hattoki bizniki nurg'un qarindoshlarimiz Sham diyorida mushundaq ish yo'qandaq mandaq degan bir hadis bor, rivoyat. Shu rivoyatga asosan Shamga kelib urush qilgan insonlarimiz va hala Shamda nurg'un Uyg'urlar bor misol. Bu mana shu arablarniki shu o'ziga xizmat qildirish uchun o'ydirgan shunday rivoyatlarga ishonganligi uchun u yerga kelib kurash qilgan insonlar misol. Ya'ni bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu rivoyatlarning hammasini zot %90% desak bo'ladi. İbadet kısmı 10% bo'lishi mumkin. 90% yerleri bütün Arapga xizmat qilish. Arabni ulug' bilish, Arabga iymon keltirish, Arabning madaniyat nima urf-odatlarini din qilib olish uchun iborat mushu narsaga tashabbus qilish Qur'on nima rivoyatlar. Buning uchun bu an'anaviy dinniki bizniki mushu o'z vatanimizniki qadr-qimmatini bilishkimi nihoyatda cho'ng to'salg'i bo'lib kelayotgan bir narsa. Buning uchun o'zi bizniki vatanning mustaqilligiga din putlakashang bo'ldi deganlarniki asosi bor. U din qaysi degan vaqtda an'anaviy din yani. Hargizmi Qur'on emas u. Arablarninki shu Qur'on islomning ruhi bo'yicha o'zining milliy manfaatini taqozo qilgan mazmunlarga asosan shundoq sxemalashtirib chiqib, undan foyda ilishi uning o'ziga to'g'ri ekan desa. Albatta, hozir mana biz ko'ryapmizku. Mana shu vatandagi vaqtida chiqqan o gap Jungochi sotsializm degan bir gap bor-ku. Bu islommi, arabcha islom bu. Hozirgi an'anaviy islom bor-ku, arabcha islom. Bütün o'zi yot millatlarning hammasini arablarga xizmat qildirish, arablarga malay qilish. Uning uchun o'zi mana bu fiqhning o'zida Hidoyat sharh qoida mavali degan bir mavzular bor-ku. Mavali deganning o'zi qul degan ma'noni bildirdi. Arab bo'lmagan har qanday bir musulmon Arabning oldida mavali hisoblandi tarixda. Arabning chakiri, quli hisoblandi. Bu başka milletler için bu çok bir hakaret bu. Ama bunun özünde insanlık nemde aytırız. Mevali degenin özü hem de şundak bir güzel nesledek şundak özü tanıştırdı molla. Ondan emas. Mevali degenin özünün lügat kısasın buluverdi. Lügat kısasın şu kul degen mana çıkıdı. Memluh degen bir devlet olgan öz vaxtda memluhlar devleti, kullar devleti degen mananı bildirdi. Şu vaxt Araplar başka milletlerin nahayet tengsizlik muamele qilgandan u boshqa millatlardan birlik kelib, shu mamluklar davlati degan bir davlatni qurgan o'z vaqtida. Qullar davlati degan ma'noni bildirdi shima. Demak, bu narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karim bütün insonlarniki barobarligini, Allohning oldida barobarligini Qur'oni Karim tashabbus qilyapsa, bu an'anaviy dinda cho'disa, Arab bo'lmagan millatlarning hammasi Arabning chakiri, yani bu Kur'an-ı Kerim'deki umum mezmununa tamamen zıt yani. Sizlar yo'qolib ketib qoldilar. Arabning Sizlar qarab bosdingmi aka? Ustozimni kirib qolamiki, men qayta uzilib, keyin kirdim qaytadan shu. Bu nima shunda bo'lganda? Bir hujum bormiki deyman biz hamda shu islom an'anaviy islomga qarshi vallahi Allah qulchilik qiladigan, Allohga bandilik qiladigan bunday bir dinni tunishtirib biz Xurafiy dinda hozirgi mazmun e'tibori bilan hozir bek mo'yim bir yer keldik. Men bek mo'yim deb qarayman shuni.
Yani İslam'da bizge Allah'ın dini muşo deb tushuntirilib kelgan an'anadagi İslam'da İslam'ның 5 türük asası usta kurulganlığı, imanның 6 ekanligi, masalan, namazның ichki tashqi farzlari degan o'xshash butun mush fiqhga tayangan bir islom o'ttirib chiqsa, o'ttirdik borda biz ko'zimiz ko'rib turayotgan. Endi hozirgi mazmundan qaragan chog'da arablarning shu Allohning dinini to'g'ri tunish orqali o'zining milliy manfaatini birinchi o'ringa qo'ydigan taraflardan foydalanib turib, uni ajda sxemlashtirib chiqqanligi arablarning o'ziga nisbatan xato emas ekanligini o'ttirib qo'yadi hozir ustozjo. Ya'ni ular o'zining milliy manfaati uchun shunda ashuni sxemlashtirib chiqibdi-da. Atrofidan, o'zidan, zeminidan, hamma narsadan shundan foydalana oladigan bir sxemani o'ttirib chiqibdi-da. Mening demoqchi o'g'lim, ya'ni mening diqqatimni chekkan narsa nima desa, aslida har qanday bir millat o'zining milliy manfaatini, o'zining jug'rafiyalik atrofidagi shu jamoatining, o'zininki xalqining milliy manfaatini asos qilib turib, dinni manfaatlanadigan bir narsaga aylantira olsa bo'ladigan o'xshamamdi degan narsa kallamda kechadi shu hozir. Onda qısa şu Yahudilerin sözüne okşaştırıldı şu. Yahudinin ki milli Şu yol xato emasmi qandaq? Hata o yol şu. Menfaatinin kurbanı kılıç olmayla yol şu. O çağda adalet, hakkaniyet degenden nerede kalır? Unda olsa Araplarninki hozirgi shu an'anaviy islomni Allohning foydalanib yerdeki mesele o şu bizge Kur'an'daki İslam'ını, Kur'an'daki dinlemez. Araplarninki aşı nima qilgan qiliblaştırgan, qo'yib chiqqan qiliblardachi o'zining manfaatini, o'zining saltanatini nima qilish uchun, qo'g'dash uchun. Shu dinni, shu fiqhini, shu narsani bizga din qilib ko'rsatgan, bizga o'rgatgan mushu insonlarda buni. O nima demas. Ham islom dinida, Qur'ondagi, islomda emas, yetkazishdagi masalada. Bu momenta o'tirishib qolgan bir narsa emas. Shu, bu shu burun sufizm boshqa bunun şu Saudiya Arabistan'daki bu Haliç devletlerindeki baylık, yani neftning nimasi bilan ulardagi pul iqtisodiy jihatdagi yaxshi bir sharoit hozirlanib, shuning bilan o'zininki shu mazhabini oldingi qatorga chiqaradigan shunday bir nimaga sharoitni hozirlaganda shunlashqa bu masalan endi biz hozir mush Qur'ondagi islomni qaytgan vaqtimizda o'zimizning milliy mavjudligi, taraqqiyot uchun bizning milliy manfaatimizga to'sqinlik bo'lmaydiganligini ilgari suryapmiz-ku hozirgi temada. Shunda. Onda bo'lgan chog'da shu arablar o'zining milliy manfaatiga to'sqinlik bo'lmaydigan shaklni o'ttirib olib chiqibdi ayna. 1900 yil shundan foydalanibdi. Balkim boshqa yerlarda xato ketgan yerlari bor zaten. Yolg'on hadislarga tayanib turib. Ammo Qur'onning ro'yiga tayanib, Qur'onningki belgilamalariga uyg'un shakldagi manfaatlar bo'lgan taraflarini men o'xshaydi dedim men, ya'ni mening tushunishim. Shu ustozdan hozirgi oxirgi kelgan mazmunga tekrar keldi ustoz. Ustozning oxirgi mazmunda tushuntirish bersa yaxshi bo'ldi o'sha yerda. Ya'ni bu yerdangi mazmunda biz bu arablar Qur'ondagi islomning ro'yiga asosan o'zining milliy manfaatini qo'g'dashning yo'llarini ixtiro qilib chiqib, bugun bizga an'anaviy islom shaklida o'tirib chiqqan islomni
Allah'ın dini muşu degan şekilde tushuntiribdi-da. Albatta yolg'on hadis tayangan yerlari butunlay xato bo'ladi hamda. Ammo Qur'onning ro'yiga uyg'un bo'lgan yerdan milliy manfaatni tepib chiqqanligini arablarga nisbatan xato emas ekanligini his qilyapman hozir. Buniki ammo hozir biz an'anaviy islom degan vaqtimizning o'zida asosan rivoyatga asoslangan islomni nazarda tutyapmiz. Ham bu islom bir umumiy bir narsa, uniki shariat qismi borchu. Shariat deganning o'zi qonun qismi degan bo'ldi. Har joyga shu yerniki amaliy ahvoliga qarab tuziladigan prinsiplarni bildirdi bu. O'zining manfaati, o'zining bexatarligi, o'zining ijtimoiy jamiyatiga muvofiqlashtirib tuziladigan narsani shariat deb ataldi. Ammo arabniki agar o'ziniki nimasiga o'ziniki makon Qur'oni Karimga uyg'unlashtirib, u vaqtda u arabga tava bo'ladi. Ammo u bizga tava bo'lmaydi. Biz Qur'onga asoslanib turib, o'zimizdagi sharoitga qarata bir narsa tuzib chiqish, u bizga tava bo'ldi endi. U Qur'onning sirtiga chiqib ketganlik bo'lmaydi. Mana bu vaqtda. Shu mushin vaqtida hozir meni nim qilmoqchi bo'lgan yerim shu, ilgari shu pechkani surib ekilib, demoqchi bo'lgan yerim nima desira? Arablarning dal o'zining milliy manfaatini asos qilgan yo'l shu arabcha islomni o'tirib chiqqanligidan e'lonlangan Xitoy bugun dunyoning dunyoning oldida dunyoga Çinci İslam, ya'ni Xitoycha islom degan narsani o'tirib atdi shu. Aşağıda o'zini haqliq sanagan yeri bor ekan Xitoyda. Albatta. Va shuni demoqchi Xitoyga e'lon bergan yeri mushu ekan demoqchi. Chunki sotsializm degan bir narsa, masalan, Karl Marks o'z vaqtida sotsializm degan bir ideologiyani o'tirib qo'ygan, ammo o sotsializmga nurg'un davlatlar keraklik. Her davlat o'ziniki amaliy ahvoliga qarata sotsializmni qabul qilmoqchi. Uning uchun Xitoy nima deydi degan vaqt Xitoymi Jungo sotsializm deganda. İşte deydi. Ham hozirgi vaqtda biz Qur'oni Karimniki shu prinsiplarga asoslanib turib, Uyg'urniki milliy manfaatini, milliy mavjudligini va milliy irodasini va shunga o'xshash o'zimizning mustaqillik kurashlarimizning o'zini Qur'oni Karimga asoslanib turib tuzib chiqsak, u hech qanday Qur'oni Karimga, ya'ni islomga zid kelmaydi degan gap. Yana boy deganga o'xshash masal dushman degan vaqtda bütün musulmonlarning dushmanini o'zimizga yig'olmasdan o'zimizniki xos dushmanimiz bo'ldi edi. O'zimizdan ishini saqlanadigan nazar solamiz. Albatta u masalan madaniyatimiz kelgan chaqdimi bütün musulmonning madaniyati yoki arabning madaniyati demasdan u yerda o'zimizning madaniyatini islomga selish orqali davomlashtirish degan gap. Bu islomdagi prinsiplarga zid keladigan narsa emas. Iqtisodda shunday. Iqtisodda misol arab mamlakatlari bir mamlakatlar bilan tijorat qilib pul topgan bo'lsa, biz atrofimizdagi boshqa mamlakatlar bilan mayli u qaysi dinga e'tiqod qilsin, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, uning bilan tijorat qilish orqali uningdan pul topsak, u bo'laver degan gap ham islom prinsipiga uyg'un holatda. İllaki arablar bilan tijorat qilish yoki bo'lmaydi arablar tijorat qilgan millatlar bilan tijorat qilish degan bir prinsip mavjud emas. U yerga narsa iqtisodiy prinsip kelgan chog'da halol harom masalasi bor, haq-nohaq masalasi bor. Shu masalalar uyg'un harakat qilsaqlar, o'zimizning atrofida qanday odam bo'lishini, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar u bo'laver degan gap. Misol vatanimizni mustaqil qilib bo'lgandan keyin Xitoy bilan qayta biz tijorat qilish to'g'ri keladigan gap. U vaqtda tarixdan buyon sen bizning dushmanimizdan deb u yer beshbatman biz oldigan foyda to's uni olmay tashlab qo'ydigan ish bo'lmaydi. O davlat mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin u Xitoy bilan berib kelish o'zi tijorat qiladigan gap. Yevropaliklar o'z vaqtida ikkinchi dunyo urushi vaqtida necha 10 millionlagan insonlarni o'ltirib birisi. Undan keyin urush tugagandan keyin qana qildi. Hammasi yana birlik keplikan, u ketgan ish ketdi. Hamda hammamiz o'zimizning davlatiga ega bo'lamiz, ammo tijoratni o'rtaq qilamiz deb tijoratni o'rtaq qiliqliq. Ya'ni buni o'z nima degan vaqtda biz
İslamның içindeki her xil prinsiplarni, siyosiy bo'libmi, strategik prinsiplarni tunishimiz lozim. Tunigan vaqtda foydaldigan yanimi o'zimiz berligin bilmay turib cheklab qo'ymaymiz. Ya'ni o o'rinlar mavjud. Unda aytgan vaqtida uning o'zini to'g'ri qo'llana olamiz. Ya'ni o Xitoy bilan tijorat qilish bilanlar o Xitoyni o'zimizning bir do'sti yoki mangulik do'st qilganlik hisoblanmaydi. Tijorat ayrim bir narsa. Zaten devletniki hiçbir zaman dostu olmaydı, düşmanı olmaydı. Mangulik düşman, mangulik dost degan bir narsa mavjud olmaydi. Strategik o'rtaq deydi misol hozirgi vaqtida. Shuning uchun bu Qur'oni Karimniki bundaq tushuntirish, o millat nazariyasi, siyosat yoki iqtisod nazariya yoki jamiyat nazariyalari nihoyat keng narsalarni o'z ichiga oladi. U vaqtda o'zi biz hech bir zaman o'zi bir başka bir adamның tushuntirib berishiga agar Qur'oni Karim shunday yetarli tarjima qilingan taqdirda hech bir insonning tushuntirib berishiga ehtiyojimiz tushmagan shart ostida o'zimizniki ehtiyojini Qur'ondan ta'minlab keta olamiz misol. Hamda shu 20-30 yil shunda nim qilib tarjima qilib uningdagi yana Qur'on yetarli emas degan odamlar bo'lsa 20-30 yil emas hayoti bo'yicha Qur'onni tushunmay o'tgan odam degan gap. Qur'oni Karim so'zning oxirisini davomlashtirib o'taylik. Ma'qul. Qur'oni Karim yani haqiqiy din. Yani her insan yaşavatgan yerde şu yaşavatgan yerdeki ta'lim tarbiyani elib, şu yerdeki insanlarniki arasında normal bir insan holatida buluşni Qur'oni Karim buyuruydi. Yaxshi inson bo'lishini aytgan. Endi an'anaviy islomcha degan vaqtda rivoyatga tayangan islom musulmonlarni davomli bundan 1400 yil burungi hikoyalarni o'qib shu zamonga loyiq odam bo'lishni buyurdi. Uning uchun shu hikoyalarni o'qigan insonlarniki ko'pinchilari bu zamonga moslasholmaydi. Chunki kallasdagi narsa, kallasdagi tushuncha bundan 1400 yil burungi bir zamanға xos bir narsani o'qib shu zamonga xoslashib ketgan bo'lg'achqa hozirgi zamonga u odam ko'nolmaydigan gap. Uning uchun tezroq bir yer urush bo'lsa o'lib o dunyoga ketsa bu dunyodan zerkinish bo'lgandiki u odamlarga buning o'zini orzu qildigan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda haqiqiy islom bilan ya'ni an'anaviy ya'ni burmulangan islomniki orasidagi farq mana mushunchalar cho'ng degan gap. U an'anaviy islom bir xoslikqa ega narsa, bir xos bir millatga xoslashib qolgan, millatniki bir zamoni xoslashib qolgan, millatniki bir makoni xoslashib qolgan narsa. Endi bu Qur'oncha degan vaqtda har zamon va har makonda har millatga yo'l ko'rsatgan o millatniki shu zamondagi eng ilg'or odam bo'lishini buyuradigan bir kitob endi. Ya'ni Qur'on her qanday bir zamanda yaşagan bo'lishni qat'iy nazar mayli bunun 50 yil 100 yil keyin bir inson yaşasa Qur'oni Karimdagi shu metodlarni to'g'ri bilsa u insonni ham shu zamondagi ilm fan shunday taraqqiyotgan bir zamon bo'lsa-mu shu zamonda eng yaxshi odam bo'lishga eng ilg'or odam bo'lishga buyuradigan qanday qilganda texim ilg'or odam bo'lganligini ko'rsatadigan bir kitob degan gap. Yani bizdeki zamanımızga layık adam bulanmasligimizga to'sqinlik bo'layotgan narsa nima degan vaqtda an'anaviy islom degan gap. Yani biz haqiqiy islomdan iborat Qur'oni Karim qaytgan vaqtida zamonimizga va makonimizga layık adam bo'la oladigan bir o'zi zamonimizga makonimizga layık adam bo'lishga buyurdi degan gap. Yani haqiqiy islom. Cüretli qılamaydigan gapda saadet asrida 1400 yıl burunqi nimeni tushaplam, ashuni o'qib, shuningdan huzurlanib, ashuning chapında tayyorlab uchun bu dunyo hozirgi zamonda yashab qolgani bu eng nachar zamon hozirgisicha. Albatta. Qiyomat yaqinlashib qolgan bir zamon. Qiyomat qoyim bo'ladi, qoyim bo'ladi. Undan keyin oxiratdagi yaxshi emas bu nimeningcha. Nimeningki qiyomatning alomatlari ko'rgandi deb yurib
aşındaylıqı hazırki yaşagan muşu muhitni seskinip yaşaydigan 1400 yıl burunqi vaqtqa yaşayanlayım. Şunun bilan islom deb sunulgan bir narsani bu turmuşda haqiqiy yaşayanmagaçqa şunun bilan derhallab istigraq en qisqa yo'l bilan istigraq shu Xudoning shu amonatini istigraq taslim qilib hamda shu istigraq bag'is keladigan mujda holat akab qo'ydi hamda shu Doğru. nimishqa degandikin o qiyomatning alomatini so'sa Qur'oni Karimda senden so'rab qolsa men uni bilmayman g'ayb Allohning ilkidagi narsa desa bular kishkichilar qiyomatning azobi qabr azobi azobdan boshqa bir narsa yo'q Allah shu jazolaydi shundan boshqa narsani sunolmag'achqa bularchu Doğru. oxiri shaga bormay amal yo'q endi chunki shaga ketgan yoki bo'lmasa bu dunyoda ishtiroq ketishni o'ylagan bolalarning hammasi qanday bolalar desa yosh bolalarchu turmush Doğru. tajribasi yo'q ko'pni ko'rmagan Doğru. oxirgi bab ularni biz to'siganmidik gap qilsak anglamaydi deydi tamam sen shuni shu Qur'onda tushundiramagachga haqiqiy islomni sunolmag'achqa anglamaydi seni gapni Elbette. Hem bu yerdeki saadet devri degan bir devrni saadet devri deb atashning o'zi asli eng xato bir atash buchu. O peygamber yaşayan zamanның özünü saadet devri deyish bu xato bir narsa. O saadetni paydo qildigan narsa inson. Shaqovatni paydo qildigan narsa mu inson. Yani şu vaqtda ikki guruh yaşagan. Yani bir qancha guruh var masalan hamda onu çoğun tarafdan ağa vaqtda ikki guruh var. Birisi musulmonlar, birisi g'ayrimuslimlar. Ebu Cehil mi yaşagan şu zamanın özünde saadet devrinde o zaman Ebu Cehil mi saadet devrinde peygamberler bir zamanda yaşayan insan bo'lgandikin u mu cennet kirish kerak hem saadet devrinde yaşayotgan adam bo'lgandikin. Şunçilik saadet devrinde yaşayotgan bir insanın özü o saadet çağırıyotgan bir insan muşet ülüp ketadi endi. Bunu nimde tushundirmasam şu vaqtda. Demek bu yerdeki narsa nima desa saadetlik zaman yok, saadetlik iş hareketi var. İnsan dünyada saadetlik bir zamanını berpa qilaman desa u inson to'g'ri yo'l bilan maxsus saadetlik bir zamanning o'zini, bir makonning o'zini berpa qila oladi. Qur'oni Karimda masalan tasvirlandi jannat. Masalul jannatillati uidal muttaqin degan o'z oyatning o'zida muttaqilarga va'da qilingan jannatniki misoli mandoq deb turib o'zi shu tasvirlandi. U jannatning o'zini bizga Alloh taolo anda tasvirlashda nima uchun tasvirlaydi desa, agar inson mush dunyoda o'ziniki jannatini qurman desa, ashundaq tasvirlagandikin, shu tasvirga tushsa, u inson mush dunyoda o'zining jannatini qura oladi. Yani cennet yaşagandek yaşayaladi. Bu dünyada o insan şunda cennet yaşagandek yaşagan insanlar kıyamet günü qanday bo'ladi degan vaqtda kıyamet günü sonra cennet kira oladi undaq odamni. Sen hiç bir zaman cennetke layoqning asla yo'q bir insonning o'zi qo'pib endi bu cennet kirma deyishning o'zi qanday bir mantiq sig'idi misol. Demek bu yerdeki narsa nima desa o saadetlik odam dunyoda falon odam nima cennet kirgan adam emas, cennet kirdirgan emel var dünyada. Kur'an-ı Kerim'de insanlarınki kılgan işi, insanlarınki cennetke ya cehennem kiriş için görevge elindiğen hareket hesaplandı. Bizdeki işimiz bizni aşağıya ekirdi ya çıkırdı. Onun için bu yerki neresi ne olsa itaatni Allah Teala nihayeti özü cık ta'kidlaydi. İtaat insanı bəxtli qıla alaydı və bəxtsiz qıla alaydı. Bu dünyada mı şundaq? Məsələn, bir millət özüneki toğra yetekçisiga itaat qılsa, o millət qəlbi qılıdı. Eğer o toğra yetekçisiga itaat qılmasın, onu g'ajab tishlab tatib qilgan vaqtda, o millət hech bir zaman nijot tapamaydı. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda itaat qilishning o'zini Alloh taolo birinchi o'ringa qo'ydi. İtaat insanını bəxtli qıla alaydı, itaatsizlik bəxtsiz qıla alaydı degan gap.
Qur'oni Karim her kişinin etiqadı özünün şəxsi işi qatarda Allah bilan insonning o'tirisi qatarda hesaplaydı ve şundaq her insonga her insan başqalarniki etiqadı özünün şəxsi işi deb qarashqa Qur'oni Karim buyuruydu. Hem de an'anaviy islomcha degan vaqtda ravoyat tayyorgan islom her xil firqalarga insonlarni bilish ve her xil firqalarning o'zini, her xil gruppa ve her millatning o'zini boshqa millatlarning orasida o ahl do'st, o ahl jannati deb uning o'zini haqoratlash, uning o'zini dushman ko'rishga o'xshash mushundaq o'zi ishlarga tashabbus qiladi. Ya'ni insonlarni birlashtirishga Qur'oni Karim buyuruydi. Ama insonlarni ittifoqsizlashishga buyurilgan narsa nima desa? An'anaviy din. Yani an'anaviy din zaten bu insoniyatni halokatga olib hozir musulmonlarni bu holatga keldi. Asosan Uyg'ur musulmonlarini ham bundoq ketilaversak nima bo'ldi desa, bundan cho'ng bir halokat, tamoman yo'qolishdan iborat bir halokat kelishi mumkin bundoq ketilavergan taqdirda. Uning uchun biz bu yerdagi narsa nima degan vaqtda do'st dushmanni tonish va kaza ishning o'zidami o'zimizga dushmanlik qilgan, yerimizni besib olgan, bizga hujum qilgan dushmanning o'zini dushman deb tonish, o'zimizga hujum qilmagan bundaq insonlarning o'zini biz o'zimizga diniy nuqtadan chiqib, uni biz o'zimizning dushmani deb tonimaslik. Bu Qur'oni Karimniki bizga buyurilgan buyrug'i yani. Qur'oni Karim amaliy ishni asos qildi. Yani davomli Qur'oni Karimda amanuni keyin oqisidan va amilus solihat keladi. Nurg'u yo'ldoshlar keladi. Nima uchun degan vaqtda u bir narsaga bu yerda Allohga ishonish ma'nosini tushundi nurg'un odamlar. Nurg'u yo'lda bu amanu kelimasining o'zimi oqitdagi ish faoliyatlik kelgan vaqtda o ishni qilishga ishonchsiz bo'lgan odam degan qatordan keladi. Bir ishni qilishga ishonchi bog'lagan odam uni amaliyot qilmasa, o quruq ishonchidagi hech qanday ishga yaramaydiganligini Qur'oni Karim ko'rsatdi. Uning uchun amaliy ishni asos qiladi. Ya'ni bir odam yoki bir xato ishning o'zini yoki bir jinoyatning o'zini o'ylagan bo'lsa, o odamga o jinoyat hisoblanmaydi. Qiyomat kuni undan insonlarni Alloh taolo so'roq topmaydi. Ama onu ameliyat qilgan vaqtida Alloh taolo uni qiyomat kuni so'roq tortadigan gap. Endi an'anaviy islomcha degan vaqtida amaliy ishni asos qilmasdan duoni asos qiladi. Tirik toplikni asos qiladi. Millatning o'zini davomli o'zi dua qilib, masalan, shu Ramazon vaqtlari bo'lsin, vatanda shu yangidan kampus bo'lgan vaqtlari bo'ldi. Türkiye'ye olsam, meclisliğe yığılıp, Kur'an okuyup, dua kılıp, şunda kılıp ketken bir işler oldu. Onun özü, o Türkiye'de emez, başka dünyanın hakas yerlerdeki aşında radikal insanlar devamlı dua kılıp oturgan oldu. En adresi bu katim. Palestin'de özü Hamas ile İsrail'in uğraşıp geldiği vakitte bütün dünyadaki Müslümanlar meclis girip dua kıldı. İsrail yani Yahudiler dünyanın her taraflarından asker boğdak Yahudiler kilip İsrail'e kilip asker oluş arkalık özü İsrail'e töhüp koş kıldı. Bu yerdeki kasındaki özü netincesi yukarı oldu diye vakti kuruk duanı işlemege kuruk dua işlemege yaramadı. O kural tutalıqda halatdaki insanlar kilip ayda İsrail'e devletine kilip asker olup ayda kıgandakin o işki yaradı. Bu yerdeki neymi degan vaqtda amaliy ish birinchi o'rin turdi degan gap. Quruq duo u amal qilmagan vaqtda u hech nimga yaramaydigan narsa degan gap. Shuning uchun Qur'oni Karimda Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar degan oyatning oxirisida ulayka lahum mimma kasabu degan jumla bor. Dunyo va oxiratni bergin degan odam
aşının layık iş qilsa, onundakin o dünya ahiretligi bo'ladi degan gap. Voy Xudo, dunyo oxiratini bergin, voy ani bergin, mani bergin degan odamga onun layık iş qilmasa, o odam hech narsaga erishamaydi degan gap. Ya'ni, yig'ib aytgan vaqtda quruq duoga mushuk oftobdan chiqmaydi degan gapda. Bizniki nemimiz bo'yicha. Shuning uchun bu yerga duo qilgan taqdirdami, o duoga loyiq harakat qilmasak, yolg'on duo qilgan bo'lamiz. Qur'oni Karimda lima taqulunu ma la taf'alun degan o'zi oyatlar bor. Sizlar qilmaydigan narsani nima deysizlar deydi. Ya'ni qilmaydigan o'zimiz amaliyot qilmaydigan bir ishning o'zini kechchi o'zi deb ani qilib bergin Xudoyim, mani qilib bergin Xudoyim deyish, o Xudoniki insonlarga qilib berishga tegishli o'zi bir vazifa emasligini o'zini Qur'oni Karim shunday bayon qildi. Chunki Qur'onda Alloh taolo insonga yordam berishdimi, hech bir zaman bevosita yordam bermaydiganligi, insonlar dunyodagi narsalarniki alohidliklardan foydalanib yordam oldiganligi va o'zaro bir-biriga hamkorlashib yordam qildiganligi to'g'riliq oyatlar bor. Ammo Alloh taolo bevosita insonga yordam qilishdan iborat bunday narsa aslo mavjud emas. Onun için tarixda o'tgan payg'ambarlar nurg'unlari kofirlar tarafdan o'ldirilgan va nurg'unlari o'zi g'alba qilish jarayonidami ish qilib dunyoda ig'ir o'zi shunday nimalarni ko'rib jafo mushaqqatini tortib uningdan g'albaga erishgan. Hech bir payg'ambar üzüm pish og'zimga tushdi deb o'tirib yo quruq duoni qilib o'tirib o'zi g'alba qilgan bir tal payg'ambar tarixda mavjud emas. Hamda shu yuqorqi bütün mazmunlarning hammasini yig'inchoqlagan vaqtida Qur'oni Karim, ya'ni haqiqiy islomdan iborat Qur'oni Karim insonlarni haqiqiy insonlikqa, adolatga, zamoniga loyiq odam bo'lishga, zamoniga loyiq ilm, ma'rifat o'rganishga va zamoniga loyiq bir-biriga yordam qilishga buyurdi. Hamda an'anaviy islomchi degan vaqtda an'anaviy islom insonsizlikqa, haqiqiy ya'ni inson bo'lishga to'sqinlik qiladi, zulmga va nodonlikqa tashabbus qiladi. Davomli insonlarning o'zini Qur'onni yodlab olsang bo'ldi degandek qilib Qur'onning ichidagi bütün o'zi Qur'on buyurgan ilmlarni o'rganishdan mahrum qo'ydi. Mahrum qilish orqali zamonning oqib qilishga tashabbus qiladi. Ovozni o'chirayotganlarniki. Hamda bizga kelgan vaqtda, Uyg'urlarga kelgan vaqtda deganda biz o'zimizga tatbiq qilgan vaqtda bizniki shu bir qancha 100 yildan birisi, ya'ni 10 yil yo 20 yil emas bu, bir qancha 100 yildan birisi shunda xor zabun bo'lib, davlatsiz bo'lib, shunda bo'lishimizning bütün sabablari nari degan vaqtda biz haqiqiy islomga ergashmasdan an'anaviy islom, ya'ni arablarniki hikoyalarga ergashganligimiz uchun shunda o'zi biz o'zimizniki milliy ruhini yo'qotgan va milliy davlat qurish irodamizni yo'qotgan shunday bir holatga kelib qoldik. Qur'oni Karim hech bir zaman bütün dünya musulmonlari bir xalifaning ostiga yig'ilishga buyurmaydi. Xalifachilik degan bir narsa zaten o mavjud emas. Her bir davlatniki prezidenti shu davlatniki insonlarniki xalifasi. Shu insonlarga adolat bilan hukm qilish, adolat bilan muomala qilish o prezidentniki vazifasi Qur'oni Karimniki ko'rsatish bo'yicha. Ammo bütün insonlar berib arablarga yoki bo'lmaydi arablarning ichida Qurayshiga itoat qilish degan bir narsa Qur'oni Karimda aslo mavjud emas. Shuning uchun bizniki dunyoviy ilmlarni elishimizga, dunyo xalqarodagi ilg'or insonlar bo'lishimizga to'sqinlik bo'layotgan narsa Qur'oni Karim bo'lmasdan arablarniki shu an'anaviy, ya'ni rivoyatga tayangan islom. Bu o'zi, ya'ni o'ydirma islom deb ataymiz buni. O'ydirma islom bu bizniki
milliy mustaqilligimizni tortib, milliy mavjudligimiz, milliy madaniyatimizga qarshi bundaq harakatlarni o'tirg'a chiqargan o'ydirim islom bu. Ammo haqiqiy islom hargizmi buniki bundaq bo'lmasdan tam uniki aksicha her inson yoki her millat o'zining milliy kimligi bilan yashash, milliy madaniyati bilan yashash, milliy ruhi bilan yashash va o'zining shaxsiy yoki o'zining shu millatga bo'lgan dushmanni dushman tutish va butun dunyolik insonlarga bo'lgan dushmanni o'zining dushman qilib olmaslikdan iborat. Bundaq o'zi buningga bo'raydi yani. Shuning uchun yig'ib aytgan vaqtida biz agar musulmon bo'lsak, Qur'oni Karimga qaytgan vaqtida biz Qur'oni Karimdagi ash ruhini, ash mazmunlarini tushungan vaqtimizda biz o'zimizniki baxt saodatiga erisha olamiz. Davlatimizni mustaqil qilishdan iborat bundaq o'zi nurg'unlagan harakatlarga to'g'ri muomala qila olamiz. Ammo bu an'anaviy islomga yoki o'ydirim islomga ergashgan vaqtida biz hech bir zaman nijot yo'lini topolmaymiz. 30 yıl o'zi Qur'on bilan yurgan insonlarni topolmadik deganning o'zi bu shu an'anaviy islom bilan haqiqiy islomni aralashtirib olganligi uchun topolmaganlikning kasofati. Bütün narsalar hammasi axlatga tashlab Qur'onning o'zini matnisini o'qisin, matnisini tarjima qilsin, shu vaqtning o'zida u odam haqiqiy islomning o'zini topa oladi. Xo'sh. Abdülaziz Birader. Meşherde bir sual kallamda var idi. Ben şu münasibetten soray. Timim o zaten İslam hakkında buladı da. İslam degen bu söz Allah'ın dininin ismi mi ya ki süftü mü? İslam isim aslında. Ve razitu lekumul İslam'a dina dedimiz mi? Dinni İslam dini belgilgenlikini kıldı. İslam degen kelime nurgun bir managa ega bir söz. Bu birinchiden haqning oldida, yani to'g'rining oldida taslim bo'lish degan ma'noni ifodalaydi. Bu yomon va qiyin bir narsa, chunki bir odam yana bir odamning oldida birisi o'zi to'g'ri bir gapni qilayotgan bo'lsa, u xato tarafdagi inson darhol uning zotisining to'g'ri deb taslim bo'lish insonga biroz qiyin bir narsa. Uning uchun Alloh taolo buni o'zini o'tirib qo'yliq, eng o'zi insonniki eng yaxshisi yoki insonning eng batiri haqqa taslim bo'lgan inson. Yani bir odam yoki bir yer to'g'ri bir narsani ko'rgan vaqtida o'zining xatosini tashlab, "Ma to'g'ri ekan, men ma'vo" deb to'g'rini qabul qilib, o'zining xatosini tashlay olgan insonni Alloh taolo bu yerda islom bilan o'zi belgilaydi yani. Haqiqatga taslim bo'lgan inson qatorida hisoblaydi. Tamam. Vaqtni sal tutilganlar uzra ketdi. Yig'ilamiz. Asosan tugadi. Endi savol tushunmay bo'lsak bo'ldi. Xo'sh. Gapma. Devlet topşırgan baş Kur'an'daki zakat şu. Başka bir zakat verişke hiç kandak hacet yok. Hem de o
Fitr kelgan vaqtida fitr deganning o'zi ro'z tutmagan odam tutmagan ro'zniki kuniga qarta, ya'ni har kunlik tutmagan ro'zga qarta bir miskinniki bir vaqt tamog'ini berdi. Mana bu fitr berish usuli. Uning o'zini Ramazan chikatki ba'sim bo'ladi. Chikatgan chog'da ba'sim bo'ldi. Nima qilgan chikatgan vaqtda qancha kun tutmaganligini aniq hisoblay oladi odam. Shu vaqtda ba'sim bo'ladi. Ama chikatgandan keyin oylar, yillar o'tib ketmay, 2-3 kun ichida ba'si bo'ladi ham uning o'zini hech qanday uniki nemisi bo'lmaydi. Ammo fitrni bergan odam kim degan vaqtda ro'z tutish imkoniyati turuqlig'on tutmagan bo'lsa, u odam shu tutmagan ro'zni qarta fidya deydi Qur'oni Karimda. Biz fitr deymiz, ba's bo'ldi. Ben tuttum ro'zning o'zini. Shundaq bo'lsin, yani beray desa, u xayri ihson bo'ldi, u yaxshi ish qatorida ketaverdi. Ammo uning o'zini ma ba'msam bo'lmaydi, buni ba'msam ma ro'zam qabul bo'lmaydi degan mundaq asosda berish u xato. U ro'z tutgan odam yana o'zi jazolanmaydi. Ro'z tutmagan odamniki jazosi qatorida u fidya berish belgilangan Qur'oni Karimda. Tamam. Bundaqda müşahidə çıxıldı. Tamam. Demek ahirki mezmunga yani bir merkezleştirsek, demek Kur'an-ı Kerim'deki mənbələrə asasən Allah'ın dini bir milletning, bir qavmning, bir shaxsning, bir davlatning taraqqiyoti uchun hech qachon to'sqinlik bo'lib boqmaydi. Ya'ni ki uning xosligini rad qilmaydi. Tushunammi? O to'sqinlik bo'lishning sirtida uni tashabbus qildi. Yani bir millatning milliy kimligini, milliy ruhini saqlab qolishga Qur'on tashabbus qildi. Davlat qurishga, o'zining dushmanini to'g'ri tunishga Qur'on tashabbus qildi. Ammo an'anaviy yoki bo'lmaydi o'ydirilma din tam bunun aksincha misal. Faqat Arabning madaniyatiga, Arabning nemasiga tashabbus qildi baytini deb o'tdik. Qur'oni Karimdagi tam o'zi aksicha bo'ladi. Shuning uchun biz agar to'g'ri dinni qabul qilamiz desak, Qur'on qaytmay turib hech bir zaman to'g'ri dinni qabul qilish aslo mumkin emas. Yani abi yaktan timimi biraz tiyişlik mezmunken abi milli menfaatimiz için xuda Arapça İslam'na oturulup çıkandek, Xitayma Çince qilman degandek bizim Uyg'urcha bir İslam'na oturulup çıksak bo'lam da. Bu yerdagi narsa nima degan vaqt Uyg'urcha islom deganda İslamның prinsipi aslida Uyg'urniki milliy manfaati, milliy mavjudligi, milliy inqiloblari, milliy davlatlari misolda, milliy madaniyat, milliy urf-odatlari deganning o'zini tuzib chiqishga bo'ladi degan gap. Bu hech bir zaman Qur'oni Karimga zid kelmaydi yani. Qur'oni Karim ashunday qilishni buyuradi yani mana shu vaqtda. Undaqda o'rtaq hammasi bütün İslam ismida yoki Allohning dini ismidagi eng o'rtaq nuqta biri tavhid. Shunami Allohning tavhid qismi. Yani Allah'ın bir ve birliği, başka sifatlari. İkincisi şirk keltirmaslik. Müşrik tarafları asasen nimekinde, ortakinde. Qolgan tarafimiz nima degan vaqtda prinsip solgan vaqtda ayrilgan bilan bu o'rtaq nuqta nima degan vaqtda masalan biz ayrim bir millat bo'lish sifatimiz bilan milliy kimligimiz, milliy davlatimiz hamma narsani biz o'zimizniki shart sharoiti qarta tuzib chiqamiz deyishimiz boshqalarni ko'zga ilmaslikni keltirib chiqasi bo'lmaydi. Qur'oni Karim hammamiz o'xshash degan bir prinsipga buyurdi. Uning uchun men Uyg'ur millati, uning uchun boshqa millatning o'zi mendan to'van yoki bo'lmaydi. Yoki Arab men undan to'van deydigan bundaq bir narsa Qur'oni Karimda mavjud emas. Uning uchun o'zi Qur'oni Karim har millat Allohning oldida o'xshash bo'lganligi uchun
Her millet o'ziniki madaniyatini o'xshash davomlashtirish, taraqqiy qildirish Qur'oni Karimning ramkasi ichida bu o'z Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l degan gap endi. Shu vaqtda barobarlik vujud chiqqan bo'ldi. Agar hamma arabnikiga bo'ysunsa desa, bizniki madaniyatimiz ne bo'ldi vaqtida? Uning uchun Alloh taolo buning o'ziga yo'l qo'ymoqlik. Tushunish bo'ldi. Ha. Tushunish bo'ldi. Ko'p rahmat. Abdulaziz birodar boshqa nima bo'lmasa undaqda ovoz yo'qolib ketibdi Abdulaziz birodarniki. Mayli unda bo'lsa, misha qadar bo'lsin programma. Men nima qilay? Tuvaqlamay yapaman da bo'lsa. Kishilar qatorliq programmani ko'rishlar da bo'lsa, har ikkilarga Alloh ajr bergay. Rahmat, salom bo'linglar. Ma'qullar. Qarindoshlar, bugungi programma bu qadar bo'ldi. Ya'ni Allohning dinida, Qur'ondagi manbalarga asoslanganda milliy mavjudlik, shaxsiy taraqqiyot, bir qavmning o'ziniki manfaati, bir davlatningki taqozo qilgan manfaatlari hech birisi Allohning diniga muxolif emasligini o'rgangan bo'ldik. Onundan boshqa bunu tasvirlash biroz tez, lekin tafsilda anlasanlar inshaalloh, agar savollaringiz bo'lsa, taxmin yaxshi bo'ladi. Savollaringizni qo'yib qolsa, programmaningki inkas rayon qismiga yoki bizningki WhatsApp guruhlarimizga yo'llab qo'ysanglar, har qatorliq darslarimizni birlikda o'rganamiz inshaalloh. Qur'ondan nazar programmamizning 49-sonli mishada yig'ilishida muqaddim qismi bilan qo'shilib 50 qism taqdim qilindi. Allah rahmeti bilan. Her qatimliq programma o'ttir hisob bilan mingcha odam atrofida ko'ryapsizlar qarindoshlar. Mayli butonni tiqib qo'yib, beshonni tiqib qo'yib chiqib ketganlar bo'lsin, mayli boshdan oxir ixlos qilib ko'rayotganlar bo'lsin. Agar qalbingizda bir samimiyat bo'lsa, xato tarafini, mana xato bo'ldi denglar. To'g'ri bo'lgan bo'lsa, to'g'ri yerini, mana to'g'ri bo'libdi denglar. Ve dostlarımlarga tavsiye kılın arkadaşlar. Biz kolumuzdan gelgen yetkizdik. Sizlerime üstünler düşkününü ada kılanlar demek ki biz programı şeye kadar buldu. Aman bulanlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.